Bizning millat g'asrlar ilk endi dinga baylanishga ko'ra xalqimizda bek ko'p g'arab tilidan kelgan, farsi tilidan kelgan ismlar bo'lgan, ammo revolyutsiyadan so'ng ularni azayta boshladilar. Shunga qaramasdan mening masalan bizning oilada 10 bola o'sdik. Bizda g'arab ismlari gil bo'ldi. 10 bolada shuni mana hozir sizga tanishtirib ketasim kela. Ahad degan, birgina degan. Ahmad degan ko'p maqtovchi. Ahsan ko'rkamrak, adib, adabli. Asxat salomat. Ashraf hurmatga loyiq. Akram hurmatliroq. Amin imin degan ya'ni. Afzal ortiq buyuk. Alfiya Afzalovni esga tushiring. Anas kengashchi. Asad Arslan ya'ni. Ag'zam buyuk darajali. Askar zikr etuvchi. Abil Qasim Qasim otasi. Abil G'ata G'ata otasi. Abil Karam Karam otasi. Abrar ya'ni izgi. Abu Zar nur iyasi. Abu G'ali G'ali otasi. Abyas oq tusda. Abu Layis Arslan otasi. Ag'dal eng g'adil. Ag'lamiddin dinching ulisi. Ag'raf tanilgan. Alham kechirgis. Alhamdi. Adg'am Adg'am qora kishi. Azhar oq yuzli. Aysar jingil. Aqmal bek jetgan. Albab aqlli.